Salom jigarlarim, do'stlarim, sizlar bilan yana Uzbekistan kanali. Do'stlar, kattakon rahmat, bizlar 3 obunachi bo'ldik. Ular kimligini bilmayman. Kim bo'lsa ham ularni adashmasam bittasi mening do'stimni sinfdoshi bo'lsa kerak. Do'stlar, bugun sizlar bilan futboldagi dribling qanday qilib o'ynashlarini ko'rsatamiz. Do'stlar, avvalo birinchi bot taklifni qilamiz. Bu video bitta qismdan iborat. Do'stlar, kommentlarni bo'rab tashlagan, yana qanday o'yinlar video olay. Marhamat do'stlar. Burchak zarbasidan ushbu hammasini o'rganamiz. Do'stlar, qaranglar. Mana bu tugma, mana bu. Bu tugma o'yinchilar qanday pozitsiyaga kelib yurishini aniqlab aytadi. Masalan, qarang, himoyachi qaysi bir asosiy vazifani bajarsa, ana shu hujumga to'g'ri keladi. Agar hujum paytida bo'lsa. Tushunarlimi? Demak, endi dribling do'stlar. Qaranglar. Mana bu tugma, mana bu. Bu bilan keyin dashni 2 marta buni bunday qilib dashni 2 marta bosasiz. Agar bu yerga topni olib qo'ymoqchi bo'lsangiz bunday qilasiz. Mana shunday bo'ladi. Keyin agar sizlarning oldingizda 3-4 tasi mana shunday sifrlanib turgan bo'lsa, mana shunday qilasiz. Agar tezlik ishlamoqchi bo'lsangiz, mana bu tugmani mana buni bosib ketayotganingizda bir oldinga surib qo'yasiz. Marhamat. Tushunarlimi? Keyin endi nima? Fint qilish. Fint ham boyagi driblingga o'xshaydi, olib qochishda mana. Keyin agar kimdir burchak zarbasidan urmoqchi bo'lsa, yo bu burchak keladi, yo u burchakka uradi-da. Shot degan tugmani mana shunday qilib qattiq urasiz. To'pni o'zi aylanib varaqaga kirib ketadi. Mana. Agar mana shunday vaziyat bo'lsa, siz burchak zarbasi deb yapsiz. Oldingizda kimdir kelishini istasangiz, short corner tacticsga bosasiz. Kimdan bo'lsa, to opitons bosasiz. Bunda oldingizga ikkita raqib o'yinchisi va ikkita o'zingizning o'yinchingiz keladi. Dembele, qani mana shu yerdan urib ko'ramiz. Zarba, gol. Shunday do'stlar. Agar qattiq pasni bermoqchi bo'lsangiz, mana shunday pasda ham shunday qilib bosib turasiz. Bu pas to'g'ri keladi. Shotda ham shunday. Agar juda qattiq tepmoqchi bo'lsangiz, mana shunday qilasiz, tepasiz. Do'stlar, bunday qilamiz. Hammayr. Mbappe. Agar siz varta tanlab o'tmoqchisiz, bunda ham xuddi shunday. Bunday to'pni olib qochasiz va darvozaga yo'llaysiz. Bo'lmasa pas tashlaysiz. Bitishingiz ochiq bo'lsa. Yo bo'lmasa, sizda ham imkoniyat bo'lsa, tepib qo'yaverasiz. Mana bu yerdan olib ko'ramiz do'stlar. Agar mana bu yerdan olmoqchi bo'lsangiz, bu ham xuddi shunday. Uyushtanka. Chop. Do'stlar, keyin tez chopishda bu
tez chopish bo'lsa, hozir. Tez chopish bo'lsa, mana shunday qilasiz. Dashni bosib yugurasiz. Agar bunday qilsangiz tezligingiz kam. Tushunarlimi? Tezlik ishlashni ham ko'rsataman yana bir marta. Shunday do'stlar. Pastlashash, altdan pastlashash. Pastni yuqoriga otasiz. Mana marhamat. Qayta uslubi mumkin. Yo'q. Bo'lmadi. Mana bu yerdan urishni ham ko'ramiz. O'zim hali bu yerdan urib ko'rmaganman do'stlar, lekin to'g'ri varitaga kirib ketishni bilmayman. Qirg'izib yuborishni. Do'stlar, endi shunday qilib, hozir biz raqib jamoaga qarshi o'ynaymiz. Ko'rib turganingizdek, marhamat, Hariken hujumda. Bas. Chouameni. Hop. Do'stlar, YouTube'dagi videolarimni kechagina bir video joylagandim. Harakat qilyapman, qo'ldan kelguncha video joylashga. Xavfli vaziyat bo'ldi. Eduardo Camavinga. Hop, yo'q, o'tmay qoldik. Hop, ko'ryapsizlarmi do'stlar? Tezlik ishlagandagi bu Dembele boshqalar. Xullas do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, aytgancha bir narsa esdan chiqib ketibdi. Agar raqib jamoada bo'lsa, top faqatgina buni bosib yugurishingiz shart emas. Mana bu yerda matchupa bor. Mana shuni bosib yugursangiz, ana undan ham sal tezroq boost beradi, ya'ni tezlik. Agar do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obunani bag'lab tashlang. Komment yozinglar. Yana qanday o'yinlar chiqaray. Do'stlar, unday bo'lsa, hamma xayr, sizlar bilan UzBPS kanali.